Assalomu alaykum. Quyoshli yurtning qalbi quyosh insonlari. Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Bugungi mavzumiz yana o'sha Abu Rayhon Beruniy nomidagi xususiy universitet haqida bo'ladi. Aniqrog'i, xususiy universitetning ta'sischilari haqida bo'ladi. Ya'ni yashirin ta'sischilari haqida va oshkora ta'sischilari haqida bo'ladi. Oldin aytib qo'ymoqchimanki, shaxsan meni universitetning ijodiga, ya'ni o'sha faoliyatiga umuman meni qarshiligim yo'q. Universitetdagi olib borayotgan o'quv jarayonlarini men o'zim ko'rdim. Internet tarmoqlarida ham rasm berilgan ekan. Talabalar juda yaxshi o'qishyapti. Ustozlar ularga yaxshi dars berishyapti. Qisqa gapiradigan bo'lsak, universitetda hamma narsa joyida. Biroq ammo men afsuski ta'sischilar o'rtasida parokandalik, ya'ni kelishmovchilik yuz berdi. Buni oqibatida bo'lgan o'sha ta'sischilar, ya'ni o'sha ta'sischilarning hujjatda ta'sischilar ham bor, hujjatda yo'q ta'sischilar ham bor. Birlari vazirlikda ishlaydigan bo'lsa, birlari yana bir joylarda yaxshi bir joylarda ishlaydigan odamlar bor. Endi xabarlaring bor, men bir necha bor bu holat bo'yicha ko'rsatuv berdim. Mana hozir yana narsalar beraman. Shunda menga bir qo'ng'iroq qildi, Farruhman deb tanishtirdi o'zini, prorektorman dedi. Keyin menga hamkorlik taklif etdi, men rozilik bildirmadim. Keyin undan keyin menga shu universitet yuristi qo'ng'iroq qildi, juda yaxshi yigit ekan, otasiga rahmat, juda yaxshi tarbiya olgan ekan. Ularga men tushuntirdim. Men universitet jamoasidan umuman norozi emasman. Universitetning holatida menga bu daxl jihat yo'q. Men bir otaxonning gaplarini kirib turib, o'sha farzandlar qizlarini uchun jon kuydirganlari uchun, qizlari shu 4 ta erkak kishining o'rtasida u yoqqa bu yoqqa o'tirib, ustidan yozuvlar bo'lib turib, hozirgi kunda juda azob bo'lib, shu ikkita farzandni ko'ra olmasdan qidiruvda yurganligi uchungina men bu sohaga kirdim degan fikrlarni aytdim ularga. Lekin juda xursand bo'ldim, chunki haqiqatan ham men sizlarga aytay, universitetdagi ta'lim sohalari ustozlarga hammasiga rahmat aytamiz. Men ularda hech qanaqa e'tirozim yo'q. Chunki universitetda yaxshiligini, darslari tomonligi hamma jihatlari o'zi internetlarda mana berib turibdi. Agar mabodo sizlar Abu Rayhon Beruniy nomidagi xususiy universitet chiqasalaring, u yerda chiqadi shunday qilib turib. Endi reklama bo'lib qolmasin, lekin men shu darajada aytmoqchiman sizlarga. Keyin shundan keyin men efirlaganimdan keyin u Farruh ismli odam u yerda ishlamas ekan, yo'q ekan, unaqa prorektor yo'q ekan. Menga universitetdan yurist aytdi. Keyin men shunda efirda aytdimki, shu menga qo'ng'iroq chiqqan odam prorektor emas ekan dedim. Lekin men bilgan odam Oliy ta'lim vazirligida shu kadrlar sohasi bo'yicha ishlaydi, bir boshqarma, shu buning boshlig'i, shu Farruh degan odam borligini bilaman xolos. Men boshqa Farruhni bilmayman. Shuning uchun shuni aytganman. Endi ular aytdiki, menga kelgan ma'lumotlarga qaraganda, meni ustimdan prokuraturaga yozib berar ekanlar. Ko'pchilik xafa bo'ladi-da, shunday yozib beraman-da, men xursand bo'ldim. Nima uchun? Prokurorga men o'zi yozib bermoqchi bo'lib turgan vaqtimda, bular endi ta'sischilar o'zlari kelishib olish kerak edi. Ertaga o'quv jarayoniga ta'sir qilmasin degan fikrda men aytmay turdim. Mening maqsadim qoralash emas. Mening maqsadim shu sog'lom muhitni yaratilsin deb turib aytish edi. Bu soha bo'yicha bir necha bor shaxsan oliy ta'lim vaziri bilan ko'rishmoqchi bo'ldim, bordim 3 marta va yordamchilarni meni chaqiradigan bo'ldilar. Bir marta ketdilar, Namanganga ketdi vazir, bir jihatdan bo'lganda Qoraqalpog'istonga ketishdi, yana bir tomondan yana bir yig'ilish bo'lib qolibdi. Chiqilib vazir bilan ko'rishim nasib etmadi. Men har bitta gaplarni qo'limdagi bo'lgan asoslarni men vazirga bermoqchi edim, vazirga aytmoqchi edim.
chunki buning ichida vazirda o'zi ham bor ichida, bu holatlar ichida. Shuning uchun men aytmoqchimanki, agarda buni ochmoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, o'zi tasdining o'sha vaqtdagi ustav fondidan boshlasa bo'ladi. Ustav fondini bir ko'tarib ko'ringlar, hurmatli prokurorlar. Nimaligini aytasizlarki, qanday ustav fondi qanday shakllandi? 42 milliard so'm. Undan keyingi holatlar qanday bo'ldi? Mana hozirlarda videoda ko'rib turgan, mana hozir videoda ko'rib turgan holatlarni aytadigan bo'lsam, mana bu pul. Qanaqa pul o'zi? Bu pul. Qanday pul bu? Nima uchun bular bu pullarni sanayapti? Universitet uchun berdim deyapti. Yana bitta holat. Universitetning sudi bo'lyapti. Sudga bergan vazirlik. Vazirlik sudga bergan vaqt, sud bo'lib turgan vaqtida bular universitetni o'sha qo'shni ichidagi hamda o'sha haqqi egalari sotmoqchi bo'lib yuribdi ulushlarini. Buni qanday tushunish mumkin? Mana hozir o'zi videoda ko'rib turganlaring shu. Bu videoda ko'rib turganlaring 100 tadan bittasi o'ringlar. Undan boshqalari bor. Universitet masalasi bo'yicha. Buni ertaga biz albatta prokuraturaga beramiz, davlat xavfsizlik xizmatiga beramiz, korrupsiya agentligiga beramiz. Endi beramiz, mayli, qani ko'ramiz. Men bular o'zi kelishib olsin, bular chiqishib olsin, ertaga jabr ko'rmasin degan fikrda turdim men. Men birovning birini qonatishni, birov jabr ko'rishni xohlamayman. Mana endi biz mana shu ertaga baribir men efirga chiqqanimdan keyin tegishli tashkilotlar o'zi men bilan bog'lanadi. Bu ketgandan. Chunki bizni efirga berayotgan o'sha lavhalarimizga hech qachon befarq bo'lmaydi bironta tashkilotlar. Davlat tashkilotlari xursandmiz. Xursandmiz. Chunki biz bergan tanqidiy materiallarga biz bilan suhbatlashib, so'rashib, material olishadi va tekshirishadi. Shuning uchun mana hozir men aytmoqchiman, shu kim bo'lgan misol Avaz degani bor bularda, Isoq degani bor, Isoqning akasi bor, Farruh degani bor yana bular ichida. Bitta ayolimiz bor, o'sha qizimiz bor, shular bor. Endi shular ichidan endi ikkitasi dokumentsiz o'sha ta'sislardan biri bo'lib turibdi. Qachongacha davom etishi mumkin bundagi bir-birlarini ustidan haligi bir-birini ko'ra olmaslik, boshqa qilmaslik. Bu prezidentimiz tomonidan oliygohlarni yaratib ochib berishlariga qancha imkonlar bo'lyapti. Vazirlik nima jim? Men vazirga savol bermoqchi edim. Hurmatli vazir janoblari, siz bularni shu litsenziyasi noto'g'ri olingan, shakllantirilmagan mablag'lar bor ekan degan fikrda ariza bergansiz. Lekin nima uchun buni oxiriga yetmadilaring? Misol deylik, operatsiya bor, taftish bor. Nimaga buni berilmaydi degan savol bermoqchi edim. Va bir yuristni, bir yaxshiroq bir yuristni yubortirib, bir ichki audit qilib tekshirib qo'yinglarchi, qancha odam qabul qilinyapti, qancha mablag' kelinyapti, bular qanday tasarruf etilyapti degan fikrda. Bu men misol aytishim mumkin, yo'q, universitet unaqangi rahbariyati, vazirlik universitetning moliyaviy tomoniga aralashmasin deyish mumkin. Lekin qabul darajasi mumkin-ku. Nechta qabul bo'lyapti, nima qabul bo'lyapti? Qilish mumkin-ku. Litsenziya qanday olindi, yana qayerdan berish mumkin-ku. Mana men sizga beraman. Qanday nima qilingan? Bankdan qog'oz olingan, bankdan turgan qog'oz turibdi, bankdan qog'oz bor, bankdan. Bankdan olingan qog'oz turibdi. Bankdan. Mana xat olingan. Unaqangi pul shakllanmagan deyapti. Yo'q, unaqa pul deyapti. 42 milliard pul yo'q deyapti, shakllangan pul deyapti. Qayerdan uni oldi? Qanday sparaka topshirdi buni? Mana prokuraturani tekshirish, mana iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashuvchi tashkilotlarga ma'lumot. Biz hamma ma'lumotni beramiz ularga. Lekin yana qayta aytib qo'yay. Bu meni chiqishim universitetning ustozlariga, o'qituvchilariga, rektoriga, prorektorlariga, o'sha haligi jamoasiga emas bu. Men chiqqan tanqidiy chiqishlarim ta'sischilarga, shu 5 ta ta'sischimi, 5 ta ta'sischilarni holatda bo'lib turgan holat aytyapman. Bu 5 ta ta'sischining, 5 ta shu legalni, nelegalni odamlarning
qilayotgan ishlardan ertaga butun universitet jamoasi, talabalar jabr ko'rmashi kerak. Men qo'limdagi videolar, men sizlar ko'rgan videolarni, boshqa videolarni, boshqa ovoz yozuvlarini hammasini yig'ib tegishli tashkilotlarga beraman. Biz albatta ushbu holat bo'yicha tegishli tashkilotlardan asoslantirilgan javob so'raymiz. Biz bu mavzuga yana qaytamiz. Agar kimda shu sohalar bo'yicha ma'lumot bo'lsa, bersa biz albatta qabul qilamiz. Omon bo'linglar. Ko'rishguncha.